Ma'arif madaniyat uçur xazinasiga xush kelibsiz. Internet torida yuqori saviyalik o'qituvchilarimiz bilan chet el tili o'rganish orzusidagilarni tarbiyalab kelmoqdamiz. Dunyoning har qaysi joylaridan maslahatga muhtoj Turkiya, Qibris, Saudiya, Yevropa universitetlarida haqsiz yoki o'qish yordam puli bilan arzon o'qish orzusidagilarning kasb va universitet tanlash, to'g'ri tizimli universitet o'qiy olishiga kafolatlik qilamiz. Maslahat va tafsilot uchun har yil 5dan boshlab aloqa adreslarimizga uchur qilgaysizlar. Xazinam tor til tarbiyalash va oliy ma'arif maslahat markazi. Endi bunun kesh keyingi ishki talchikni elevatdik. Elevatsak nima bo'ldi? Buning qisqaroq o'qiydi. Ağzım cümle oldu mu? Mesela watch. Watch. Değil mi dokşun ama? Watch. Watch. Okay, watch degenimiz değil mi? Watch degenimiz manda. Kol saati. Kol saatinin neyimiz? Watch. Hem what? Vakat demez değil mi? What? Nime? Degen gibi oldu şuna ama what? Hoş hem de bu O telaffuz qilingan tovushlarni O harfi yana A harfi mushkarpa. Masalan, fox, coffee, dog, shop degandek. Masalan, doctor, long degandek. Long emasmi? Long, doctor, fox, coffee, dog, shop degandek. Mushlar bo'lsa nima desanlar O telaffuz qilinadi. Okay, endi masalan A harfidan watch. Okay, watch qo'l soati degandek. Undan keyingi yana bir tovush nima desanlar Okay, men qisqa deb qo'sa olmaydimi yana yaxshi. Bundan masalan nima desanlar book. Okay, book. Masalan woman. Okay, woman. Demek mana qisqalama book. Book desak olmaydi. Emasmi? Anladingmi? Yaxshi. Book. Yoki nima? Woman. Qo'shamda buning bu telaffuz qilingandan birga o yoki you uch xil shakl bor. Masalan, o kelmasan woman, wolf degandek, wolf. Okay. Wolf emasmi? Wolf. Okay. Masalan, o shaklini tan ko'p ishlatadi. Masalan, look good, book, food, wood degandek. Demak, musham masalan telaffuz qilinadi. Yana shu desanlar you harfi. Masalan, ball, bullet degandek. Mushlar bo'lsa qanday qilinadi desanlar telaffuz qilinadi. Endi bu keyingi ishki tal shaqqani chekib qo'yib qo'ysak nima? Okay. Bo'ldi shunami? Buni olgan masalan food. Okay, food emasmi? Food. Okay, ammo taush olmush qopda. Really sorry. Bir xafa bo'lmay bu uydan tuzitib bersanlar bo'pti. Keyingi nashrda 10 shu o'tamiz hamda. Aram bir ganjo kelgan shunami? Okay, food. Okay, and the food deganimiz nima desanlar food yemaklik. And the school was maktab. Okay, school. Okay, school. And nima so'zlashmoqchi. Demak, endi ma'noga bir qadar ko'proq masalan o, you degan. Endi mana qisqa tovushlarni asosan azroq ana qo'yda o'xshab qoladi. Masalan, do, who, whose degandek. Masalan, do. How do you do? Degandek. Masalan, food, moon, to degandek. Mushlarni desanlar. Desanlar. Yoki masalan, UI. Masalan, fruit, juice degandek. Fruit, juice. So'zlash. Masalan, ruler, rude degandek. Mushlarni qanday desanlar? Shu telaffuz qilinadi. Xo'sh, endi bugungi darsimiz oxirida sizlarga bir tal til qayirish mashqi, tongue twister deymiz, row calling shunami. Mushlardan bir nugit qo'yay sizlarga. Masalan, Murodga ma'ruf qilinglar. Shunami? Cook. Yaxshi. Bu nima bu? Cook. Cook degan rasmni ko'rib turibsizlar, nima? Oshpaz. Oshpazni deymiz, cook deymiz. Yana biriga peel bo'lganda bu so'z tamoq etmak degan gap. Tamoq etmak. Shunami? Ana cookies. All right, cookies. Cookies shu pechini pranik degan.
cookies deganimiz pecheni pranik. Cook degani nima bo'ladi? Oshpaz. Cookies degani nima bo'ladi? Pecheni pranik. Andaqda. Mana bir gap bor ekan. Good cookies could be cooked by good cook. If a good cook could cook good cookies. Deydi. Nimada good cookies. Yaxshi pecheni praniklar could be cooked. Qanday qilindi? Yasiladi yoki shuningdan pishiriladi, itiladi. By nima good cook. Demakchi, mushu yaxshi pecheni praniklar yaxshi ustam tarafidan yoki yaxshi oshpaz tarafidan tayyorlanadi, itiladi. If a good cook, agar bir yaxshi oshpaz could cook italsa good cookies. Yaxshi pecheni pranik. Demakchi, yaxshi bir oshpaz yaxshi pecheni pranik italsa, yaxshi pecheni praniklar shu yaxshi oshpaz tarafidan qanday qilindi, itiladi. Deydi. Demak, hamda bu ma'nosi aniq yo'q. Lekin hamda bizning nima yapsamiz, shu tilimizni texmo mashq qilishimizga nihoyat yaxshi. Men osti bir shixatim o'qib beray, undan keyin hamda sizlar mashq qilinglar. Nima good cookies could be cooked by good cook. If a good cook could cook good cookies. Good cookies could be cooked by a good cook. If a good cook could cook good cookies. Yes, good cookies. Good cookies could be cooked by good cook if a good cook could cook cookies. Yes. Yana bir, good cookies could be cooked by good cook if good cook could cook good cookies. Oh, men og'zim nima bo'lib ketdi? Demak hamda mushni yatlay olsanglar, nihoyat yaxshi. Qaranglar, good cookies could be cooked by good cook. If a good cook could cook good cookies. Yes, a good cook could be cook. Demak hamda mushni mashq qilamiz. Bizningki appninki undaq qarsanglar, mush tegir bir mikrofondan belgislar shundaq cheksanglar, shu ovoz qoldirib qo'yinglar. Ovozni qoldirib qo'ysanglar, yaxshi ovozni tanlab mukofot beramiz. Hozirgacha bir nechalarga yaxshi bir mukofotni va'da qilmasan, shu elpani dugit bog'lamasan, eng muhim ingilisi birinchi yoki ikkinchi, uchinchi bo'lma degandek-ku. Shunga terishinglar. Yoki hamda Androidniki hozircha uni qilmagan Android telefon ishlatayotgan savolashlar bo'lsa, bizningki salonga barsanglar qanday bo'ladi? Bizning salonni izlashnami? G'oya biz. Bo'ldi hamsa, bugungi tavshigimiz mushagicha bo'lsin. Yana deydiganimiz practice makes perfect. Mashq hammani mukammal qiladi. Esingizda bo'lsin. Mashq qiling, to'xtamay mashq qiling, xotir qoldiring, mashq qiling. Bizga avatdan xatoimiz tuzib bermaymiz degandek. All right, that's all for today. See you tomorrow.